Uchinchisi, balki to'rtinchisidir. Gohida nafsimizga yoqmaydigan narsa bo'lsa ko'tarishimiz kerak. Nafs sal sinadi. Nafs siniqligi ixlosni ta'minlaydi. Abu Bakr roziyallohu anhu ni xalifa qilib saylanganda nima deganlar? Aytganlarki, u kishi aytganlarki, men sizlarning yaxshingiz bo'lmasam ham sizlarga rahbar bo'lib qoldim deganlar. Nima uchun shu gapni aytganlar? Nafsni jilovlash uchun. Chunki niyatni rostlashda, nafsni tarbiya qilishda gohida hayolni o'ziga foyda qilmaydi, til kerak bo'ladi. Bu yana bitta qoida. Bizni opodamiz bor edilar, Habibulloh Hoji opodam. U kishi har doim odamlarga xayriya ihson qilib yurar edi. Har safar xayriya ihson qilganda, hadiya berayotganda, hatto bizga, nevaralarga pul berayotganda ham barzoyi Alloh deb berar edi. Ko'zimda qolgan. Biz masalan gohida juma kuni kaf o'qib ber derdilar. Sura Kafni o'qisak, yoki o'qib bermasak ham, uqalab qo'ysak ham pul berardi. Berayotgan payti opoda qo'yoring desak, ol barzoyi Alloh derdi. Ol, pista chaqib yuborasan emas, ha? Ol barzoyi Alloh. Mana shu niyatni gohida til bilan rostlab turiladi. Abu Bakr roziyallohu anhu gohida qalbni, nafsni egish uchun mana shunday so'z aytar edilar. Gohida bunga o'xshash so'z boshqadan ham bizga yetadi. O'shanda nafsingiz hurkib ketmasin. Nafs kattayib ketib qoladi. Odamlar maqtasa, ayniqsa masalan ahli ilm bo'lib, taqsir bo'lib qolsa, nafs kattayib ketib qolsa, mansab tegib qolib, falon joyga bo'lsa, nafs semirib ketsa, keyin uni egish qiyin bo'lib qoladi. Gohida malomatni ko'tarib turish kerak. Bu nafsga tarbiya bo'ladi. Bu sizga o'zingizni tanitib turadi. Zaynul Abidin tavof qilayotgan edi. Birdan birovni etagini, kiyimini ezib oldi, ihromini tortib oldimi, etagini ezib oldimi? Haligi qoqilib ketib qoldi. Keyin Zaynul Abidin uzr so'radi-yu, u odam johil odam ekan. Odam bo'lmay o'l, posiq, balobatlar deb haqorat qilib yubordi. Shunda Zaynul Abidin nima deganlar? Allohga qasamki, meni faqat sen taniding deganlar. Ko'ryapsizmi? Qabul axloqni qarang, buyuklikni qarang. Zaynul Abidin kim? O'z vaqtida ummatning imomi bo'lgan. U hamma u kishini o'ziga imom deb bilgan. Ilmda ham, payg'ambar avlod, hamma tomonlama yetarli. Fazilat ham, xislatlar ham to'lib toshib yotibdi. Ilm ham. Lekin hali gapni mujomala uchun aytmagan u kishi, chin qalbdan aytgan. Fosiq deyapsanmi? Men fosiqman, xo'p. Ahmoq dedingmi? Ahmoqman. O'sha ta'nani qabul qilgan. Nimaga? Gohida inson nafsiga mana shu narsalar og'ir kelsa ham ko'tarsa, nafs sinadi. Nafs singandan keyin ixlos paydo bo'ladi, bilib olinglar. Nafs bo'kirib tursa, unda ixlos bo'lmaydi. Gohida amallarni niyatsiz qilsa, qaytadan qilish kerak. Xuddi namozni boshqatdan o'qigandaqa. Misol uchun aytaylik, bir kishiga bir yaxshilik qildingiz, niyatsiz qildingiz. Yana shu yaxshilikni qiling. Endi niyat bilan qiling. Toki har amalda niyatga o'rganish uchun. Ba'zan niyat uchun amalni tark etish bu ham bor, lekin bu riyo uchun amal tark qilmaydi degan umumiy qoidaga zid emas. Umumiy qoida shuki, masalan ba'zi qorilar so'rayapti, mendan so'rayapti. Qorilar ham bor. Biz xatmiga o'tayotganimizda, Qur'on o'qiyotganimizda odamlarning maqtoviga dil ketib qolishi mumkin-ku. Nima qilishimiz kerak? Chiroyli o'qimaylikmi Qur'onni? Yo'q, amalni niyat uchun tark qilmaydi. Aksincha niyatni to'g'rilanadi. Amalni olib qolib niyatni to'g'rilash kerak. Endi hech bo'lmayapti. Nima qilasiz? Zajr uchun o'sha amalni to'xtatasiz. Vaqtinchalikka. Shunda nafsga og'ir keladi. Nafs ming urusa ham o'ziga nasiba ololmayapti. Keyin siz tek qo'yadi, keyin siz ixlos bilan amalda davom etasiz. Yana undan keyingi daraja bor. Tasavvuf mashoyixlar juda ko'p qilgan. Odamlarning ixlosini qoldirish uchun joiz ishni qilishadi. Misol uchun Boyazid Bastomiy Shomga borganlardami, Misrga borganlardami, qaysi bir yurtga borsalar, "Voy Boyazid Bastomiy
zamonan shayx kelyapti, palon piston, yoki Junayd. Mana shunaqa balandparvoz gaplar bilan odamlar peshvoz chiqishibdi. Odamlarni ko'rib, Ramazon kuni ekan. Uzoqdan xizmatkorga aytibdilarki, xaltadagi nonni ol debdilar. Nimaga ta'sir ol nonni debdilar. Nonni yeb odamlar oldiga borganlar. Keyin haligi oddiy odamlar odatdan zohirparast bo'ladi-ku. Bu bir ulug' olim, taqvodor desa, bu ro'zan kunda non yeb yuribdi-ku bu. Deb tarqab ketishgan ekan. Shunda aytgan ekanlarki, shogirdlarga ko'rdinglarmi? Biz bitta joiz ish bilan qancha balodan qutuldik deganlar. O'zlarini ulug'lanishlarini istamagan. Chunki bu amalni habada qilib qo'yadi. Hazrat Umar roziyallohu anhu yuzini yerga turpoqqa beladi. Nega? Nafsni yo'qotib, o'zini hech kim emasligini e'tirof ettirish uchun. Amal mana bunaqa bo'ladi. Solihlarimiz mana bunaqa amal qilgan. 4 ta gapni bilib olib, bitta ikkita gapni o'zchasiga bu yoqqa yayib qo'yib, mujohid bo'lib hamma bilan tortishib, o'zini taqvodor, hammani fosiqqa chiqarish, bu ahmoqlik bu. Bitta tentay bor, menga xat yozadi. Aytadiki, siz haqni aytmasangiz, mehrobni bo'shatib qo'ying deydi. Nima, haq bittami? Bittami yo ikkitami? Sen aytgan boshqa haq yo'qmi? Birinchidan men hech qaysi haqni yashirib turgan joyim yo'q, alhamdulillah. Lekin haqni aytish degani hamma gapni aytish degani emas u. Haq qachon haq bo'ladi? Vaqtida aytilsa haq bo'ladi. Lekin u jonivor birovlarni ta'na qilish bilan ovora. Men 100 ta haqni aytishmasdan 99 tani aytishim mumkin. Kim meni ma'lumot qilishi mumkin? Nima, bitta haqni birov aytmasa, 99 ta haqni ham aytmaysan deydimi birov? Yo'q. Unaqa gap yo'q hech qayerda. Din emas bu. Shariat emas. Shuning uchun muhtaram azizlar, hozir juda beadab bo'lib ketdi dindorman deganlar. Ilm o'qimagan, ilmning ostonasiga kirmagan ahli ilmlarga itoat, ergashish o'rniga ta'na bilan ovora. Yo'q. Ilm o'qing, keyin ilm ahlini tushunasiz. Chunki sahobalar orasida ham yosh ansorlar Rasul akram alayhissalomning ba'zi tasarruflarini tushunisha olmagan. Illo katta sahobalar tushungan. Shuning uchun oyat nozil bo'lgan. Va idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf wa law rudduhu ila ar-rasul va ila ulil amri minhum. O'sha yosh yalanglar yoki masalan tushunmaganlar mana bunday xavf, omonlik masala paytida ishni ko'zini bilganlarga murojaat qilib ulamolarga quloq solganda yaxshi bo'lardi. Ular bor gapni ularga tushuntirardi deganlar. Shuning uchun inson amalini katta sanasa, keyin boshqani ta'na qilishga ishqiboz bo'lib qoladi. Aksincha amalimizni kichkina sanashimiz kerak.